Assalomu alaykum. Yana video qilib chiqyapman. Sababi o'zi kichkinagina Xonobod shaharchamizda mana meni skuter do'konimni o'zida, mana shu yerda o'zida hozir tashqarida bir 50 tacha skuter bor. Mana bu taraf 5 ta, birinchi qatorda o'zi 10 ta, ikkinchi qatorda ham 5 ta, 10 taga yaqin. 5 ta qatorda 10 tadan 50 ta skuter bor ekan. 50 ta skuter bor. Bu 50 ta skuterda hop deylik 10 tachasi mana ichkarida ham bor. Tozalash ishlari bo'lyapti, chunki savdo yo'q, qiladigan ishimiz yo'q. Ichkarida samokat bor, mana korobkaning ichida yana skuterlar bor. Shu g'ildirakli skuterlarimizdan turibdi. Hali buni ochkim kelmayapti, chunki bu hali orqasiga qaytib ketadimi deb o'ylayapman. Mana ichkarida yana bir 10 tadan oshiq skuter bor. Bu skuterlarda nima qilishimiz mumkin? Hop, pravani chiqarishga chiqardinglar. Endi ertaga Xudo xolasa 1-oktyabr kuni prava deyilishidan oldin mana o'sha bir hafta bo'ldi, savdo yo'q. Bir dona ham skuter sotganim yo'q. Shuncha skuterni nima qilamiz endi? Bir yozinglarchi shu skuter nima qilish kerakligini aytib, narxni arzonlatamiz ham. Xo'p, $500 boringani $100 kamaytirib arzonlatamiz. $400 qilib qo'yamiz deylik. Oladi deb o'ylaysizlarmi odam? Ana shu $300 sotayotganlarimizni $200 qilib qo'yamiz deylik. 2,5 millionga. Voy, 1,500,000 so'mlik skuterda 3 oyga bo'lib to'lashga 500 mingdan berdim o'zaroga. Shunday tanishim, meni o'zimni tanishimda, tanishimga yangisini ham bera olmayman. Yangisini olgani qurib yetmadi-da shuni. Oylikka ishlaydi. Nima qiladi? Shu ishxonasiga borib kelish uchun, yo'l kirasini arzonroq qilish uchun oldi shu odam. 1,5 million so'mga 500 mingdan to'lashga oldi. Endi yana nima deb gapirish mumkin? Buncha hozir 70 tadan oshiq skuterim bor. Bitta filialimda bunaqa filialdan 10 tadan oshiq. Buxoro, Samarqand, Jizzax, tak, Andijonda o'zida 4 ta filial. Namanganda 2 ta, Farg'onada, Marg'ilonda. Bilmadim endi, Xitoylar mencha yig'laversa kerak. O'zim aslida sotuvchiman. Xo'p, men ham tirikchilik qilishim kerak. Sotuvchi bo'lsam ham. Bu savolga